Birdan qattiq og'riq boshlandi. Qorin sohimda har oyda bo'ladigan og'riq tez bo'lishi boshladi. Doktorga bordim. Menda bir necha jinsiy muammolarni sanab berishdi. Ularning eng qo'rqinchlisi esa mioma edi. Doktordan chiqishim bilan turmush o'rtog'imga telefon qildim. Nimagadir ularni xavotirga solgim kelmadi. Hammasi yaxshi ekan deb. Lekin menga vaqtida qilinadigan lecheniya kerak edi. Lecheniya olishdan bosh tortdim. Jinim nima dorilar kerak bo'lsa olib kelib beraman, davolan, o'zingga qara deb aytdi. Lekin doktor shunaqa ko'p dori yozgandiki, ularni hammasini hafsala bilan vaqtida icha olmasdim. Men e'tiborsiz bo'lgan bu kasallik menga qimmatga tushdi. Yana qattiq og'riq bo'ldi. Doktorga borsam, operatsiya qilish kerak deb aytdi. Operatsiyani eshitib turmush o'rtog'im meni urishdi. O'zingga vaqtida qaramading, hafsala bilan lecheniya olmading. Kasal bo'lsang, eringga ham yoqmay qolar ekan. Jonim og'rib turgan payt bunaqa gaplar menga yoqmadi va jahlim chiqib onam uylariga ketib borib, butun dardimni kenayimga to'kib soldim. Askina o'zimga kelganimdan keyin kenayim maslahatlarini oldim. Voy Robbiyoxon, esizdami? Meni ham kistam birasi katta bo'lib ketdi, operatsiya qildirish kerak deb aytishganda qo'rqqan edim, tig'i tagiga kirgani. Ha, voy kenay, rostdan ham. Nima bo'ldi o'shanda? Instagram ko'rib o'tirsam, gineflora chiqib qoldi. Nima ekan deb qiziqib kirsam, renskisda muammosi borlarmi, kistasi borlarmi, miomasi borlarmi, o'shalarning hammasini otsuflarini o'qib, ko'rib, o'zimga ham tavakkal qilib zakaz qilib bordim. Foydasi zo'r bo'ldi. Kistam so'rilib ketdi. Operatsiyasiz bu muammodan qutuldim. Kenayimda bo'lgan natijani eshitib, Instagram sahifaligiga kirib ko'rdim. U yerdagi gineflora haqidagi otsuflarni ko'rib, men ham tez zakaz qilib yubordim. Kenay zakazim keldi. Keling ko'ramiz. Voy, bir pastami? Hozir gineflorada zo'r aksiya ketayotgan ekan, Kenay, qarang. Ikkita zakaz qilganga uchinchisini tekinga qo'shib berishayotgan ekan. Bundan tashqari, ayollar uchun oqartiruvchi krem ham qo'shib berishayotgan ekan. Zo'ra, ikkitaga pul to'laysiz, yana ikkita podarka ham qo'shib olasiz. Agar siz hali zakaz qilmagan bo'lsangiz, zakaz qilib yuboring, Kenay, aksiyada.